Koreyslarning O'zbekistonda qolgan sovuq lag'moni ko'ksi haqida gaplashamiz va tayyorlashning oson usulini o'rgatib qo'yamiz. Bu sovuq sho'rvali lag'mon ayniqsa yozda juda mashhur. U Janubiy Koreyada naengmyeon yoki bibimbapga o'xshaydi. 1937-yilda Stalin rejimi davrida koreyslar uzoq sharqdan O'zbekiston, Qozog'istonga deportatsiya qilingan. O'zbekiston sharoitiga moslab ko'ksini o'zgartirishgan. Ko'ksining ko'plab turlari mavjud. Oddiy ko'ksi, vegetarian ko'ksi, bibim ko'ksi, mukbang ko'ksilar bor. Ko'ksi koreys tilidan alohida ma'noni anglatmaydi. U o'zbek koreyslar orasida shakllangan nom. Bu taom Koreyaning kundalik ratsionining bir qismiga aylangan. Tug'ilgan kun, to'ylarda iste'mol qilinadi. Makaronning uzunligi uzoq umr ko'rishni anglatadi. Koreyaga borsangiz bu taomni albatta tatib ko'ring. Bugun o'sha sharoitida sizlarga muzlikkina ko'ksi tayyorladim. Juda mazali.